Mani dadam hech qachon meni sansiramaganlarda, sizlab gapiradi borganlarida. Mani ustozim ham sansiramagan, sizlab gapirgan. Shuning uchun birorta odam agar meni sen deydigan bo'lsa, yoqmaydi. Bu bilan o'zimizni yuqoriga urmoqchi emasman. Yoshligidan siz o'zingizni farzandingizni sizlab ruhiyatini ko'tarmasangiz, qo'shni hech qachon sizni bolangizni sizlamaydi. Siz bolangizni qo'shnini oldida so'kib, bu odam bo'lmaydi, bu boshqa. Siz bolangizga o'xshasa qani edi, boshqa deyorsiz, ertaga qo'shnini onasi yaxshi, siz qo'shnini onasiga o'xshamaysiz deb o'zingizga muomalani qaytarib turadi. Siz farzandingizni o'zingiz ruhlantirmasangiz, o'zingiz sizlamasangiz, o'zingiz hurmatini ko'tarmasangiz, o'zingiz bir qadr qiymatini oshirmasangiz, hech kim bolangizni hurmat qilmaydi. Bolangizni erkalatib o'tirsangiz, qo'shni kelib bir sensirab yoki qattiq gapirib chaqirsa, sen nimaga sensiryapsan, meni bolamni tug'ib qo'yganmiding deydi ayrim ayollar. Vaholanki siz o'zingiz o'shanga o'sha muomalani o'rgatdingiz. Siz bolangizni ruhiyatini hayotda bir katta muvaffaqiyatlarga erishishni istasangiz, bolani yoshligidan tayyorlash kerak. Sulton Muhammad Fotih